Rubrika Xitoydan kelgan tovarlarni rasmda va hayotda qanaqa kelganini solishtirib ko'ramiz. Korobkadan boshlayman. Buni ichida sumka bo'lishi kerak. O'ylab qarasam, hamma raspakowkalarim sumkadan boshlanayotgan ekan. Voy, nimasiga tushib ketdi. Shunaqa breloka. Tadam! Mana. Xuddi shunaqa turadi. Bu o'qishga juda ham mos sumka ekan, ham maktabga, ham universitetga. Uni ichiga katta kitoblar ham sig'ib ketaverar ekan. Shunaqa breloka bilan Endi men o'zimni ochib oldim. Bu jinsi shim. Aynan baggy styleda. Buni kachesasini ko'ra olinglar oldin. Materiali juda ham plotniy. Va shunaqa kenglikda. Ko'rib turganinglardek rostdan ham baggy. Kiyib ko'rsata olmayman, lekin taxminan xuddi shunaqa rasmda turadi. Va keyingisi futbolka. Bu futbolkani aynan Lana Del Rey'ning muxlislari uchun. Say yes to heaven. Futbolkaning juda ham turli printlilari bor. Lana Del Rey'niki hammasi. Oxirgi ikkita kichkina raspakovkalarimiz. Chexollar. Men juda ham o'rtoqlar kezg'olikman, shuning uchun juda ham ko'p chexollarim bor telefonimga. Mana shunaqa. Va yana bitta chexol. Wow! Buni hijobli qizlar aynan xuddi shunaqa ro'mol bilan telefoniga shunaqa chexol tutsa, wow! Videoda ko'rib turgan barcha narsangizni aynan shu Telegram kanalidan topsangiz bo'ladi. Nafaqat videodagi juda ham stilli kiyimlar, sumkalar, oyoq kiyimlarni ham aynan shu Telegram kanalidan topsangiz bo'ladi.